Bizi buy limitimizni oldi. Xo'p, endi biz stop lossimizni qo'yishimiz kerak. Agar stop lossimizni qo'ymasak, hozir narx tushib ketadigan bo'lsa, biz yo'qotishga uchraymiz. Endi stop lossimizni qayerga qo'yamiz? Mana bu yerga e'tibor bering. Endi buy limitlar eng kamayayotgan narxga qo'yasiz. Buy limitlar imенно qattiq kamayib ketyapti. Aynan mana bu zonadan keyin buy limitlar nisbati birmuncha kamayib ketdi. Biz mana shu joyga qo'yamiz. Bu narx to'g'ri keladi, 11.50 narxiga to'g'ri keladi. Va mana shu joyga biz 11.50 narxini topamiz. 11.50 narxi va mana bu joyga to'g'ri kelar ekan. Mana shu joyga bizning stop lossimiz to'g'ri keladi. Buni rangini o'zgartirib qo'yaylik. Qizil qilib qo'ydik va take profitimizni yashil qilib qo'yamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, narx reaksiya berdi. Ajoyib ideal tarzda bizni buy limitimizni olib, endi tepaga harakat qilyapti. Juda ham ideal tarzda do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, hozirgi holati ham yaxshigina o'sha ko'tarishga ega bo'lyapti. Xo'p, necha foiz ko'tarishga ega bo'ldi, hozir ko'ramiz. Hozirgacha mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda 380% o'zi ko'tarishga ega bo'ldi.